Matematiklar sizlar uchun zo'r mashina topib qo'ydim. Nima uchun sizlar uchun deyapman? Sababi mana bu joydagi katta ekranni bemalol doska qilib ishlatib olsangiz ham bo'laverar ekan. Bemalol o'qituvchingiz dars bergan mana shu yerda yechib olsangiz ham bo'laverar ekan. Netta S mashinamiz 2023-yil 32 ming yurgan. Akalar, bu mashina gibrid bo'ladi. Bemalol 1100-1200 km masofani bosib o'tsangiz bo'laveradi. Matematiklar bilasizlar, juda hisob-kitobga yaxshi bo'lasizlar. Bu mashinada benzin quyganingiz ham esingizdan chiqib qoladi. Ekonomik mashinalardan bittasi, kraskalari top-toza. Bu mashinani bilganlar biladi. Nettalar ancha funksiyalari ko'p mashina, siz xohlagan hamma funksiyasi bor ichida. Qo'shimchasiga qimmat diskalar taqib qo'yilgan. Narxini 24500 dollarga tushirib qo'ydik. Tez baraka qilolmasangiz Telegram kanalidan olib sotilib ketib qoladi. Bunaqa mashinalarni o'tkazib olmaslik uchun o'rtoqlar Instagramga, Telegramga a'zo bo'lib qo'ying. Bu videoni matematik do'stlarga jo'natib qo'ying. Qo'shimchasiga mashinani tonirovka ruxsatnomalari ham bor. 11 oy deyishyapti. Mashinani bemalol tekshirib, o'z xohlagan usulda ko'rsatib olsangiz bo'ladi. Netta'S orqa bagajini ochish juda ham ajoyib. Xuddi Parktronikga o'xshagan tugmachasi bor. Bitta bossangiz ochilishini ko'ring.